O'tgan safargi videoyimiz sizga ham yoqdi, aka. Bu aksiyani ham xuddi shunaqa qilib obzor qilib beraman. Qarang, aka, narxi 199 ming so'm. Bu finkalarning kачествоsi, brendi почти farq qilmaydi, aka. Kelib do'konlarimizga bemalol solishtirib ham ko'rsangiz bo'ladi. Aka, endi bu finkalarni qarang, qaniydi hozir men sizga shu video orqali kачествосini, havoni zo'r o'tkazishini his qildira olganimda edi. Kelib o'ylamasdan 2-3 ta olib borardik. Narximi aksiya datiga 69900. Aka, bu safar sizga kачествоsi zo'r, qimmat futbolkalardan umuman farq qilmaydigan, kiyganingizda ham uyaltirib qo'ymaydigan, mana shunaqangi brendli vishib qurilgan futbolkalarni ham aksiyaga qo'yib oldik. Aksiyadagi narxi 59900 so'm. Aka, o'zi bu shimlarni sotib, klientlarga yetkiza olmayapmiz. Lekin shunda ham sizlarni o'ylab, borib postavchilar bilan gaplashib, talashib, tortishib, sifati boshqa shimlar bilan bir xil qilib olib kelib qo'ydik. Narxi ham atiga 89900. Issiq kunlarda ham qancha yursangiz ham harakatlanishingizga umuman noqulaylik tug'dirmaydigan har tomonlama ideal oyoq kiyimlarni aksiyada 119900 so'm qilib qo'ydik. To'g'ri, ba'zida yetkiza olmay qolamiz. Chunki bunaqa narx bilan bunaqa tovarga talab ham ko'p-da. Shuning uchun har bitta klient foydalanib qolsin deb maksimal harakat qilamiz. Chunki bizga qaytarib o'taman. Har bitta klient muhim. Bu aksiyamiz 12 apreldan 15 aprelgacha Batani hamma filiallarida bo'lib o'tadi. Ulgurib qoling.